Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Ha, rahmat. Juda charchadim. Qornim ham och. Siz shundoq shu musorlarni tashab keling. Men ungacha sizga ovqat suzib turaman. Obbo xotin, shu charchab kelganda shunaqa ishlaring yoqmaydi odamga. Men yaxshisi tozalikda barakadagi yigitlarga qo'ng'iroq qilaman. Assalomu alaykum. Sizga qanday yordam bera olaman? Va alaykum assalom. Yigitlarni biz uyga yuborsangiz, har kuni uyimizdan chiqindilarni olib ketishsin. Xo'p bo'ladi. Har kuni chiqindilarni shu paketlarga solib, eshik tagiga qo'yib qo'ysangizlar, o'zimiz olib ketamiz. Rahmat, borlaringga shukr. Ana xotin, muammo hal. Endi har kuni chiqindilarni shu paketlarga solib, eshik tagiga qo'yasan. Tozalikda baraka yigitlari chiqindilarni o'zlari hech kimni bezovta qilmay olib ketishadi.